Agar avtomobil konditsioneri yaxshi sovutmasa, tizimni qanday to'g'ri tashxislash kerakligini birgalikda tahlil qilamiz. Buni Honda misolida ko'rsak, uning konditsioneri sovuq havo haydamayapti. Shunday qilib biz ushbu videoda sizlarga tizimni qanday tashxislash kerakligini, u bilan bog'liq jarayonlarni va ayniqsa o'lchagich to'plamidan foydalanishni ko'rsatib beramiz. Agar avtomobil konditsionerining qanday ishlashi haqida tushunchangiz bo'lmasa, men sizlarga juda qisqa va oddiy tushuntirib beraman. Chunki agar siz bu yerda aslida nima sodir bo'layotgani haqida bazaviy darajada tushunsangiz ham, ishonavering, tizimni tashxislash ancha oson bo'ladi. Avtomobil konditsioneri tizimi, uy sharoitidagi konditsioner tizimi va bilishimcha, aksariyat sovutuvchilar deyarli bir xil tamoyil asosida ishlaydi. Ushbu tamoyil bug'lanishning yashirin issiqligi deb ataladi va bu termodinamikaning fundamental jarayoni aslida. Men bu yerda termodinamika haqida uzoq va murakkab tushunchalarni muhokama qilmoqchi emasman. Chunki, to'g'risi, bu konditsioner tizimini tashxislash uchun unchalik ahamiyatli emas. Siz bu haqida shunchaki quyidagilarni bilishingiz kerak. Agar siz spreyer orqali qo'lingizga suv sepib, so'ngra ustidan havo puflasangiz, qo'lingizning o'sha joyi soviydi. To'g'rimi? Xo'sh, nega qo'lingiz soviydi? Sababi shundaki, suyuqlik gaz holatiga o'tishi natijasida harorat pasayadi. Chunki suyuqlikning gaz holatiga o'tishi, ya'ni suv bug'langanda qo'lingizdagi issiqlik atmosfera havosiga ko'tariladi va qo'lingizning o'sha joyi sovishiga sababchi bo'ladi. Aslida avtomobil konditsioner tizimida ham xuddi shu jarayon sodir bo'ladi. Masalan, xuddi suv bug'lanish prinsipiga o'xshab, avtomobil konditsioner tizimi ichida gaz mavjud bo'lib, shu gaz siqilib suyuqlikka aylanadi. Keyin bu suyuqlik bug'latgich mexanizmga qayta yuboriladi va u yerda yana gaz holatiga o'tadi. Bu jarayon butun tizim bo'ylab doimiy ravishda takrorlanib, suyuqlikdan gazga va gazdan yana suyuqlikka aylanishda davom etadi. Butun jarayon faqatgina shundan iborat va suyuqlikning gaz holatiga o'tishi bug'latgichdan issiqlikni chiqarib tashlaydi. Shuning uchun agar siz ventilyator motorini yoqsangiz va havo bug'latgich orqali harakat qilsa, u havo sovuq bo'lib seziladi. Chunki bug'latgichning o'zi sovuq. Aslida jarayon shu qadar oddiy. Endi esa biz tizimdagi ayrim komponentlarga nazar tashlaymiz. Ularning qanday ishlashini, yuqori bosim yoki past bosim tomoni nima ekanligini, tizim ichida suyuqlik qayerda joylashganligini va gaz qayerda ekanini ko'rib chiqamiz. Ekrandagi diagrammaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu diagramma konditsioner tizimning har qanday nuqtasida qaysi holatda ekanligi juda aniq ko'rsatib beradi. Endi men sizlarni har bir komponent bilan tanishtirib chiqaman va ularning har biri qanday vazifani bajarishi haqida tushuncha beraman. Shu orqali siz bu yerda nima sodir bo'layotganini bazaviy darajada tushuna olasiz. Birinchi muhokama qiladigan komponentimiz kompressor bo'ladi. Kompressorning asosiy vazifasi past bosimli gazni qabul qilib, uni yuqori bosimli gaz sifatida tizimga chiqarib berishdir. Kompressor aslida butun tizim bo'ylab freon aylanishidan ta'minlaydi va tizim ichida bosim hosil qiladi. Tizimdagi bosimni yaratishda ishtirok etadigan yana bir muhim komponent kengayuvchi klapan bo'lib, biz bu haqida keyinroq gaplashamiz. Umuman olganda, bosim hosil qilishda ushbu ikkita komponent birgalikda ishlaydi. Endi kompressordan chiqqan sovutgich kondensator tomon yo'l oladi. Kondensatorning asosiy vazifasi kompressor tomonidan chiqarilgan yuqori bosimli gazni siqib, uni yuqori bosimli suyuqlikka aylantirishdir. Kondensator odatda avtomobilning old qismida joylashgan bo'ladi. Agar avtomobilingizning old tomonida radiator va kondensator uchun elektr ventilyatori bo'lsa, konditsionerni yoqqaningizda old tomondagi aynan shu ventilyator ishga tushadi. Bu ventilyator gazni yuqori bosimli suyuqlikka aylantirish jarayonini ta'minlash uchun yoqiladi. Endi yuqori bosimli suyuqlik kondensatordan chiqishi bilan quritgich orqali o'tadi. Bu quritgichning asosiy vazifasi tizim ichida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan suvni shimib olishdir. Har qanday namlik yoki kondensatsiya konditsioner tizimi uchun zararli bo'lib, uning sovutish qobiliyatini yo'qotishiga olib keladi. Aslida quritgichning ichida asushitil, ya'ni namlikni shimuvchi modda bilan to'ldirilgan katta bir paket joylashgan. Agar siz kiyim-kechak yoki mebel sotib olgan bo'lsangiz, ularda kichik paketlardagi nam shimuvchi bu moddalarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Aslida bu xuddi o'sha kichik nam shimuvchi paketlarning kattaroq versiyasiga o'xshaydi. Quritgichning ichida asosan shunday qopcha joylashgan bo'lib, u tizimdan namlikni olib tashlaydi.
Quritgichning o'zi murakkab komponent emas, lekin u tizimda muhim rol o'ynaydi. Agar quritgich ichidagi bu qopcha yirtilib ketsa, butun tizim tiqilib qolishiga sabab bo'lishi mumkin va bu juda jiddiy muammo hisoblanadi. Endi yuqori bosimli suyuqlik quritgichdan chiqqandan keyin uning keyingi manzili mashinada qaysi komponent ishlatilishiga qarab yo kengayuvchi klapan yo kapillyar naycha bo'ladi. Bu ikkala qurilmaning vazifasi nimadan iborat deb o'ylaysiz? Bular yuqori bosimli suyuqlikni past bosimli suyuqlikka aylantiradi. Endi esa kengayuvchi klapan bilan kapillyar naycha o'rtasidagi asosiy farqni tushuntiramiz. Kengayuvchi klapan bo'latgichdagi bosimni tartibga soladi. Kapillyar naycha esa shunchaki juda kichik teshik bo'lib, freon moddasi bo'latgichga yetib borish uchun shu teshikdan o'tishga majbur bo'ladi. Shunday qilib, buni quyidagicha tasavvur qilishingiz mumkin. Kengayuvchi klapan kapillyar naychaga qaraganda aqlliroq konditsioner tizimi hisoblanadi. Chunki kapillyar naycha aslida shunchaki bir teshik xolos. Kengayuvchi klapan esa bosimni tartibga solish imkoniyatiga ega. Ikkalasi ham aynan bir xil vazifani bajaradi. Faqat ular buni turli usullar bilan amalga oshiradi. Oxirida muhokama qiladigan elementimiz bu bo'latgich hisoblanadi. U aynan o'z nomiga mos ravishda ishlaydi. Ya'ni past bosimli suyuqlikni past bosimli gazga aylantiradi. Xuddi shu element men boya qo'limda misol sifatida ko'rsatgan ayni bo'latgich edi. Bu past bosimli gaz keyinchalik bo'latgichdan chiqib, to'g'ridan-to'g'ri kompressorga qaytadi. U yerda butun sikl qaytadan boshlanadi. Xullas tizim aynan shunday ishlaydi. Endi esa agar siz o'zingiz duch kelgan tizimni diagnostika qilmoqchi bo'lsangiz, eng birinchi tekshirishingiz kerak bo'lgan narsa bu kompressor. U haqiqatan ham ishga tushyaptimi yoki yo'q? Buni bilishimiz lozim. Ochig'ini aytsam, bu mashinada kompressor ishga tushmayapti. Shuning uchun men nima qilsam ham, qancha sovuq havo talab qilsam ham, agar kompressor yoqilmasa, sizlar hozirgina bilib olganingizdek, sovutgich hech qachon tizim bo'ylab aylana olmaydi va natijada konditsioner tizimi ishlamaydi. Shuning uchun avvalo kompressorni ishga tushirish kerak. Konditsioner muftasining ishga tushmasligiga bir nechta sabablar bo'lishi mumkin. Eng birinchi va muhim sabab tizimda sovutgich moddasi yo'qligi. Agar tizimda sovutgich bo'lmasa, mufta hech qachon ishlamaydi. Buning sababi shundaki, tizim bo'ylab harakatlanadigan freonning o'zi tizim ichida moyni ham tashiydi. Agar sovutgich moddasi butunlay tugab qolsa, moy tizim ichida qoladi, lekin u aylana olmaydi, chunki freon yo'q. Shuning uchun agar avtomobilning sovutgich moddasi butunlay tugagan bo'lsa, kompressor hech qachon ishga tushmaydi, chunki u sovutgichsiz moylanmaydi. Bizning avtomobil holatida men birinchi navbatda konditsioner muftasini sinab ko'rdim va muftada kuchlanish va massa borligini tekshirib ko'rdim. Odatda konditsioner muftasining elektromagnit katushkasida ikkita simli konnektor bo'ladi. Siz uni uzib, test chiroq yordamida kuchlanish va massa borligini tekshirishingiz mumkin. Bu sizga muftaning ishga tushishi yoki tushmasligini aniqlash imkonini beradi. Buni tekshirishning eng oson yo'li mashinaga o'tirib, konditsionerni to'liq quvvatda yoqish, so'ngra mufta katushka ulagichini uzib, unda kuchlanish va massa borligini tekshirishdir. Mening holatimda esa mufta katushkasida na kuchlanish, na massa bor edi. Oxir oqibat bilishimcha, ushbu mashinada konditsioner mufta relesi ishdan chiqqan ekan. Men mufta relesini ta'mirlaganimdan va yangisini o'rnatganimdan keyingina muftaga kuchlanish kela boshladi. Ammo muammo faqat konditsioner relesida emas edi. Bu mashinaning muftasi ham ancha eskirib qolgan edi. Shuning uchun tizimni diagnostika qilayotganda doimo shuni yodda tutish kerak. Bitta muammoni hal qilganingiz bilan yana ikkita muammo qolmaganiga kafolat yo'q. Ba'zan tizimda 3 ta muammo bo'lishi ham mumkin va birinchi ikkita muammoni bartaraf qilmaguningizcha uchinchisini ham topa olmaysiz. Bizning hozirgi holat bunga aniq misol bo'la oladi. Ha, to'g'ri, mufta relesi ishdan chiqqan edi. Men uni almashtirib, katushkaga kuchlanish yetib kelishini ta'minladim. Keyin mashinani yoqib, konditsionerni ishga tushirishga harakat qildim. Va keyin nima bo'ldi, bilasizmi? Konditsioner muftasining o'zi ham nosoz edi. Shundan so'ng muftani almashtirishga to'g'ri keldi. Hozirgi holatda mufta ishga tushmoqda, kompressor ham ishlayapti. Lekin hali bu mashina sovuq havo bera oladimi yoki yo'q, buni hali bilmayman. Shuni hisobga olsak, men allaqachon ikki muammoni bartaraf etgan bo'lsam ham, yana boshqa nosozliklar bo'lishi mumkin. Lekin agar kompressor ishlamasa, bu muammolarni tekshirishning iloji yo'q. Shuning uchun agar siz mashina ustaxonalariga borganingizda va ustalar sizga konditsioner ta'miri bo'yicha qandaydir narx taklif qilishganida, ishonavering, ularning ko'pchiligi butun tizimni qayta tiklashni boshlaydi. Ular sizga yangi kompressor, yangi shlanglar, yangi kondensator, boringki butun tizimni almashtirishni taklif qiladi. Chunki ular men sizlarga ko'rsatayotgan bu domino effekti bilan shug'ullanishni xohlashmaydi.